Nimaga yengil? Mana Farg'onada yengil burgerxona ochganmizda, konsertda 80% hazillari o'sha yerda yoziladi. Juda zo'r joy. O'tgan yakshanba tursam, bitta aka kirib keldi. Bo'lgan voqeani qarang ustoz. Elmurodjon qalaysiz dedi. Yaxshi desam, bitta gamburger qilib bering dedi. Bo'ldi aka. Nima ish qilasiz desam, GMda ishlayman dedi. Mashina chiqarasizmi desam, ha, bo'ldi aka dedim. Gamburgerni cho'tki qilib yoniga qo'ysam, nech pul bu dedi. 20 ming desam, deb olib, kotlet yo'q dedi. Men aytdim, aka, eshitmadingizmi? Birinchi martadan kotletsiz chiqyapti burgerlar. Xohlasangiz narigi burgerxonada qo'yib berishadi dedi. Qo'yib berishadi aka, qo'yib berishadi dedi. Desam nima deydi? Uyalmaysanmi deydi. Mana shu territoriyada bitta sani burgerxonang bor ekan. Monopoliyani o'rnatib olganingni qara deydi. Uyalgan deydi. Tan narxi bo'lsa 5 ming shu burgeringni deydi. 20 mingdan ham sotadimi deydi. Mayli chetga sot 20 dan, o'zimiznikilarga 5-6 mingdan ur deydi. Tushunmadim aka, nima tashyapsiz? Nima baqiryapsiz desam, yo'q, men odamlardan eshitgan gaplarimni mana shu yerda ishlatalaman xolosda. Aka, bilasizmi? Bitta aka kirib keldida, chiroyli kiyingan. Bitta chiroyli kiyingan. Assalomu alaykum dedi. Va alaykum assalom. Uzr, tanimadim desam, tanimadingizmi dedi. Yo'q desam, aka 1 minut dedi. Olib chiqdi-da, bu yangisi bo'lgan voqea. Yangi qo'shiqchi biz dedi. Qo'shiqlar chiqarib qo'yganmiz, shunga dedi, ana PR-lariga yordam bering dedi. Ha, maqtab beraymi desam, yo'q, yomonlab berasiz dedi. Qanaqa qilib desam, shu buni qo'shig'ini eshitmanglar, 1 tiyinga qimmat, diski men atvet qilaman. 3-videoda siz meni tutib olib urasiz dedi. Rost akasini uramanmi desam, haqiqiy urasiz. Pulini ham berasizmi desam, pulini beraman aka dedi. Aka xohlasangiz, aka pulini bersangiz, bundan zo'r variant bor. Qanaqa deb tupuraman dedi. Mangami deydi. Yo, sizga tupurib qo'ygan joyim bor dedim. Uni prosta video qilib chiqarish pul turadi dedim. Video qaratdi, "Mana shu variant zo'r ekan" dedi. Aka dedi, "Mana dizaynda akalar ham yaxshi, siz bilan." Ha, desam, "Shu akalardan tupurtirib bera olmaysizmi?" deydi. Pulini ko'tarsangiz, ular ham tupuradi dedi. Bittasi 2 mingdan kamiga tupurmaydi olmas sizga. Chunki ijod dedim, 2 minglik tupurishga arziydi dedim. Qimmat basmi deydi. Endi nimasi qimmat aka dedim. Uni dedim, siz uchun bitta ofis olamiz dedim. Plakatingizni chiqaramiz. MP3'ni qo'yib yetib kechgacha tupurib o'tiramiz sizga. To'chini tegadi lekin. To'chini tegadi. Og'iz ko'pirtiradigan ovqatlar yeymiz dedim. Bolalar cheli suv tashiydi desam, kelishdi aka. Kelishdi. 5 dollarni zaklatni berib ketdi. Men aytdim, to'xtang dedim. Rozimisiz desam, roziman. Bo'ldi dedim. Faqat dedim, to'xtab qolish yo'q dedim. Mana shunaqa bema'ni beta'sir qo'shiqlar chiqaraverasiz dedim. To'xtab qolmaysiz desam, yo'q aka, nima deganingiz? Men deydi, Drujbagacha bormoqchiman. Xalq tupurmaguncha to'xtash yo'q deydi. Shu kunlarda qaysidir PRchini basharasiga tupurib o'rgan videomiz tarqasa e'tibor bermanglar. Xo'p? Pulini olganmiz. Qarshi chopqasizlar mana shunaqalarga. Qo'sh tirnoq ichib chopqasizlar. Aka yaxshimi?